Kesarvadan keyin ayollarda bel og'riqlari uzoq vaqt davomida bezovta qiladi. Juda ham kuchli og'riqlar bo'lishiga qaramasdan, ko'pchilik ayollar shifokorga murojaat qilmaydi. Nima uchun bu og'riqlar davolanmasa o'zi o'tib ketmaydi? Birinchi sababi bel umurtqasidan narkoz bergan vaqti nervlar juda ham kuchli ta'sirlanadi va zararlanadi. Ikkinchi sababi homiladorlik paytida mushaklar va bo'ylamlar cho'zilgan holatda bo'ladi. Uchinchi sababi esa homilani olish vaqtida bo'ylamlar va mushaklar kesiladi. Bu esa qorin mushaklarining o'zi ishlamasligiga va yuklamani belga juda ham ko'p tushishiga olib keladi. Agar ayol vaqtida murojaat qiladigan bo'lsa, bu og'riqlarni davolash birmuncha oson. Zararlangan nervlarni tiklash, mahalliy qon aylanishini yaxshilash, yallig'lanish va shishni ketkazish uchun 3-4 xil dorilarning o'zi yetarli. Ba'zi holatlarda bunga qo'shimcha ravishda maxsus fizioterapiya muolajalari ham o'tkaziladi. Agar umurtqada grija tasdiqlanadigan bo'lsa, unda davolash taktikasi o'zgaradi. Shu vaqtgacha 10 mingdan ortiq bemorlarni davolab kelyapman. Klinikamiz Toshkentda joylashgan, yotib yoki qatnab davolanishga mo'ljallangan. Quyidagi raqamlarga telefon qilib, konsultatsiyalar haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.